Qo'chqorni bo'yi 1.9. 1.9 1.10 xudo xolasa. Maşallah maşallah. Assalomu alaykum, yana bir bor qadrli birodarlar. Mana Ozod akamiz o'sha mashhur afg'on qo'chqorlari Qirg'izistonlik mana shu O'shdan kelib Samat aka, siz ismingiz kim? Vaqt. Samat Vaqt. Samat Vaqt akam shu qo'chqorni Ozod akamni olishdi. Maşallah, Allah barakasini bersin. 10 ming dollarga baraka bo'ldi Samat aka, qo'chqori. İnşallah. 10 ming dollarga baraka bo'ldi, xudo xolasa. İnşallah mana O'zbekistondan ham kelib Qirg'izistonga yaxshi qo'chqorlar olib ketishyapti. Biz ham Qirg'izistondan olib kelyapmiz qo'chqorlar. İnşallah mana shunaqa oldi berdi qilib ular bizga sotib, xudo xolasa shunaqa bo'lish nasib qilsin. Akalar, qo'ydan sizlar baraka topinglar. Allah barakasini bersin. Bu qo'y yaxshi narsada, bu qo'y barakada, bu Alloh baraka qilib yog'dirgan inshaalloh. Ozod akam puldan baraka topsin Ozod aka. Alloh rozi bo'lsin. Qo'chqor yaxshi qo'chqor, maşallah. O'zbekistonga kelib ko'rsiz, qo'ylar qanaqa O'zbekistonda qo'ylar? O'zbekistonda zo'r qo'ylar bor ekan, 90-90dan oshgan. Mana qo'chqor jonivor. Bu jonivor kallasi ham bir ot kallasiday bo'lib ketdi, topgan jonivor. Egar qo'y bemalol ko'pkar chopurasizlar Qirg'izistonga. Xudo xolasa. Katta to'ylarda xudo xolasa marra qilib yuraveradi. Ha, maşallah. Alloh barakasini bersin, zo'r baraka toping. Jonivor 6 o'shlar ham kelyapti. Ha, xudo xolasa. 220 kilo bo'ladi, xudo xolasimi? 20 kilo chiqtashadi shu vesini. 20 kilo? Ha, hozir mashq kunlarda, 15 kunda. Maşallah. Xudo xolasa. Maşallah.